Assalamu alaykum. Qanday yaxshimi? Men bugun xabarsiz rampi salmoqchi yana. Buningga men bir stakan atrofida kichikchina bu un, normal un. Yana bir stakan atrofida kraxmal uni, ya'ni misir nashastasi deydi, shuni ishlatdim. Ikkisi o'xshash miqdorda bo'lishi kerak. Shuni ishlatdim. Andan keyin muvofiq miqdorda tuz. Mana bir tatlı qo'shiq atrofida tuz ishlatdim. Andan keyin rangini sariq qilish uchun zarracha ishlatsam bo'ladi. Menda zarracha yo'q bo'lib qoldi. Men buni Lowni Sifar deb Saudiyadan kelgan tomoqlarni sariq qildigan. Mana shunday chiqdi. Bundan ozroq solaman, jiq solmayman. Mana mush yetarlik menga. Men zarracha yo'q bo'lganligi uchun buni ishlatdim. Endi men bunga qo'l ko'ymaylik atrofida ilman suv qo'yaman. Qo'l ko'ymaylik atrofida suvni quyib, poshkalning shirisidek holatda shirtay olib olamiz. Buni qo'yish orqali men azroq solmoqchi, shuning uchun uni ishlatdim. Sizlar jiq qilmoqchi bo'lsanglar, jiqroq ishlatsanlar bo'ladi. Bu holatda qilib oldim. Endi men buni desimning tepasiga bu suzgichni qo'yish orqali bu suvni quyib ustiga suzib olaman. Shu orqali mana bu un desimdan ilib, bu yerda bu suyuq holatini olib qoldik. Endi biz qasqinimizga suv ilib qaynatamiz. Qasqinimiz qaynaganda buni ilib pishirishga boshlaymiz. Bunga o'xshash qachimizni maylab olamiz. Maylab bo'lgandan keyin tayyorlab olgan bu shirimizdan elib bir chimishdan mana aldık. Bunu tekrar holatda qilib turib qilini yaxshi ko'rsanglar, bir yarim chimich olsanglar bo'ldi. Nepizroq qilishni yaxshi ko'rsanglar, bir chimichlamasanlar bo'ladi. Mana bu holatda qaynadı. Bu qasqinimiz. Qasqinning ichiga solamiz hozir. Qasqinning ichiga solib turib 3-4 minut atrofida turg'izilman. Yaxshi pishish uchun shu yerda qo'ysanglar bo'ladi. Mana bizning rompimiz bu holatda pishdi. Endi biz buni elib, sug'utib, ustini maylab elib olamiz so'g'an vaqtda. Mana bu holatda chiqdi. Endi biz buning ustini ozroq maylab, chaqlashmaslik uchun ozroq maylab o'tamiz. Ustini biz so'g'ib bo'ldi. Ozroq maylab o'tamiz. Chaqlashmaslik uchun maylab o'tamiz. Maylab bo'lgandan keyin atrofida turib el olamiz. Elib ko'ksib qo'yamiz zaten sizlarga. Mana ko'rdinglarmi? Bu holatda. Misir nashastasini jiqroq solsanglar, rampizanglar texmi yaxshi chiqadi. Mana bu holatda xamir yo'g'irmay rampizni sola olasizlar. Musharat hammasini musharatda solsanglar bo'ladi. Yeni bir chiqqan rampizimiz hammasi shunday chiqdi. Mana Noyat için mana chiqdi. Shunday chiqarsanglar bo'ladi rampizini. Hem nepiz musharatda silanglar. Rampizimiz musha holatda chiqdi. Men buni hozir kesib to'g'rab qilaman. Mana ko'rganinglardek rampizimizni mana musha holatda to'g'rab oldim men. Mana shunchalik nepiz yaxshi chiqdi. Endi buning ustiga men oldi bilan bayan biz tayyorlab olgan ilgirki darsimizda degan to'q tangani to'kaman, tangadan qo'yaman. Tangadan oldim. Endi men samsoq suyimizdan olaman. Shu mana samsoq suyidan oldim. Endi etib olgan yog'much. Yog'muchimdan bir qo'shib qoldim. Men jam unutup qoldim eras. Men bayan ko'rsatdim. Menjan qilish. Mana ko'rdinglar. Mana bu holatda menjanni qildim. Mana
Hem de ben salatalık döküme aldım. Bana yumğa sütüm yok bolup kaldı. Şunun üçün yumğa süt qilmadim. Ben turğa yer Uygur bolmaganlyk üçün rapizini özüm sileshqa mecburman onun üçün. Ben təngini yaxşı görganligim üçün təngidimden azırak alınan. Müşahaletli buldu. Bunu biz mana aralashtirib rampizimiz mana tayyor bo'ldi. Xamir yo'g'irmay turib rampizimizni qila oldik mana. Müşahalet qilsanglar bo'ladi. Bugün yine qilganim mushu rampiza. İnşallah yoqtirgan bo'lsanglar abone bo'lib qo'yasizlar.